To'y harakatlari bilan bo'lib, borib qon topshirishga vaqtim yo'q. Oxiri MS Medical Clinic'dan chaqirdim. Vrach va hamshira kelishdi. Hozir har qanaqa joyda baribir sog'lig'ingizda muammo bo'lsa, baribir bildirar ekan. O'rtoqlar, qo'rqib ketmanglar. Bularni uyga kelib, sizlarni tekshirib ketishlari mutlaqo bepul. Aytgancha, общий analiz крови, общий analiz mocha ham mutlaqo bepul. Buncha negativga chidash o'zi bo'lmayapti, o'rtoqlar, o'zi bo'lmayapti. Shuncha negativ bo'lsa ham asabim joyida ekan. Faqat joyida. O'rtoqlar, bularda 4000 dan oshiq tekshiruv turlari mavjud. Xohlagan analizinglar bor, misol gormonga topshirasizlarmi, boshqagami, hammasi klinikani narxi bilan uyga kelib tekshirsa ham bir xil. Tomirlarim juda ingichka bo'lgani uchun har doim qo'limni shunaqa joydan olishadi. Baribir birinchi o'rinda, har qanaqa holatda ham, to'y arafasida ham, hattoki hech qachon sog'lig'ingizga befarq bo'lmanglar. Bu birinchi o'rinda. NS Medical Clinic yaxshi tarafi 24/7 call center ishlaydi. Mana men sizlarga nomer qoldirmanman. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Men hozir qon topshirdim. Endi buni natijalarini Telegramdan o'zimga tashab qo'yishadi. Judayam ishim oson bitdi va qulay, hammalarga tavsiya qilaman.